Bilasizmi, futbolda eng noyob voqeliklardan biri bu klub va terma jamoani o'zaro uchrashuv o'tkazishi. Lekin afsuski, so'nggi yillarda bunaqangi o'yinni ko'rmaganimizga ancha bo'ldi. Lekin 1999-yil Braziliya terma jamoasi va Barselona o'zaro uchrashuv o'tkazgan. Sizga ham ushbu o'yinda kim g'olib bo'lganligi, kimlar gol urganligi qiziqmi? Unda shunaqangi zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hozir o'sha o'yin haqida aytib beraman. Unda boshladik. 1999-yil 28-aprelda Barselona rahbariyati klubning 100 yilligining sharofatiga Camp Nou'da Braziliya Barselona uchrashuvini tashkillashtiradi. O'sha vaqtlarda o'z prime'ida bo'lgan pentakampionlarning deyarli barcha yulduzi ishtirok etadi. Fenomen Ronaldo, Roberto Carlos, Romario va Barselona futbolchisi Rivaldo ham o'z millati tarkibida o'ynaydi. Uchrashuvga to'xtalsak, dastlab hisobni Ronaldo o'zining uslubida raqib darvozaboni Rudni ortda qoldirib hisobni ochadi. Undan biroz vaqt o'tib esa Barselona futbolchisi Luis Enrique tablodagi raqamlarni bir ko'rinishiga keltiradi. Bu goldan keyin Braziliya yana oldinga chiqadi va Barselona futbolchisi Rivaldo juda chiroyli zarba yo'llab hisobni 2-1 ko'rinishiga keltiradi. O'yin yakuniga yaqin Barselona futbolchisi Figu bergan erkin zarba jarayonida Braziliya darvozaboni xato qilgandan so'ng Filip Koku yana hisobni tenglashtiradi va shu yo'sinda boshqa gol urilmaydi. Bayram ham yaxshi o'tadi, afsonalar ham yutqizmaydi. Xuddiki issiq ham kabob ham kuymagan.